Isfaxon, Sulton va Mashhad nomli gilamlarimizni obzor qilamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlarga Samarqandning gulli bo'lgan gilamlarini birin-ketin ko'rsatib o'tamiz. Bu gilamlarimiz Isfaxon nomli gilamimiz eng qalin gilamimiz hisoblanadi. O'rtacha qalinlikdagi gilamlarimiz Sulton va Mashhad nomli gilamlarimiz hisoblanadi. Hozir men sizlarga Samarqandning shu 3 xil sifatini birin-ketin obzor qilib o'taman. Hamma gilam qalinligini qaranglar. Bu gilam ustida onaxonlarimiz o'tirib duo qilsa haqqimizga qanaqa chiroyli bo'ladi. Hozirgi sizlarga ko'rsatib o'tgan gilamlarimizni katta metrajlilari ham bor. Bizda bu metrajli gilamlarimiz 3.5 4 metr bo'ladi. Ularning kichkina daroshkalari ham bor. 80 sm dan 2.5 metrgacha bizda bor. Bugun ko'rsatib o'tgan gilamlarimizni 1 ga 2 razmeridan 4 ga 8 razmerigacha mavjud. Keyin yana bitta narsa esimga tushib qoldi. Obunachilarimizdan ko'p savol bo'lyapti, narxini aytmayapsizlar degan. Hozirgi ko'p videolarda ko'rsanglar, arzon gilamlarni narxini aytib, sizlarni qiziqtirish uchun reklama qilinadi. Sizlarga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Yaxshi narsa, sifatli narsa arzon turmaydi. Keyin shoshilinglar aziz obunachilar. Bu gilamlarimiz do'konimizda ham ko'p turmaydi. Bizani qo'llab-quvvatlab turinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Biz ham yengilliklar qilishdan charchamaymiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yana ham to'liqroq ma'lumotlar beramiz. Shu nomerlarda telegramlarimiz ham bor. Telegram orqali manzilimizni sizlarga lokatsiya qilib tashlab beramiz.